Menda hech qachon katta orzular bo'lmagan. Zotan orzular baxtsizlik sabablaridir. Bizning ehtiyojlarimiz baxtsiz qilmaydi. Bizning ehtiyojlarimiz shu suv, yana nimadir. Bir sanog'i bor, miqdori bor va uni amalga oshirish mumkin. Hammamizning ehtiyojimiz ma'lum bir o'lchov ichidadir. U kim bo'lsa ham, u milliarderdi ham, u bir faqirdi ham, ehtiyoji ya'ni tushunarlidir, lekin orzulari tushunarsizdir. Men hech qachon unday tushunarsiz orzular qilmadim. Qo'lim yetmaydigan hech narsani orzu qilmadim ham desam bo'laveradi. Lekin Gyote aytganday har kuni nimadir qildim va qilyapman. Inshaalloh qilaman yana.